Do'stlar, yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Bu taraf esa Asakadan kelish, bu taraf esa Quva tarafdan kelish. Asaka City domlarini oxirgi binolarida podval qismida joylashgan onajonlarimiz, opajonlarimiz, singiljonlarimiz uchun fitness klubi ochilgan. Bir qator tanishtirib o'taman. Asaka City'da ikkinchi binosini podval qismida joylashgan. Tanishtirib o'tamiz. Hozir podval qismiga kirib, bir qator tanishtirib o'tamiz. Hurmatli aziz yurtdoshlarimiz, sog'lom turmush tarzi asosida ochilgan loyihali bir sport ayollarimiz uchun majmuasi, fitness klubi zali. Hamma yo'q mana halol sertifikatga ega. Oziyman degan, semiraman degan ayollar, opalar, onajonlar vazn tashlashga, har xil kasalliklarda xudo xolasi shu yerda hammasini bartaraf qilasizlar. Bu faqat onajonlarimiz uchun, ayollar uchun zal. Noto'g'ri xayolga bormaymiz. Faqat oziyman degan sog'lom, yengil, yugurib fitnessda mazza qilib shug'ullanaman degan onajonlarimiz uchun, opajonlar, singiljonlar uchun. Hamma yo'q rejimda kiritilgan. Hamma yo'q shu yerda kiritilgan rejimli ekan. Bu yerda mana halollik sertifikatlargacha bor. Bemalol pastda opani nomerini qoldiramiz, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Do'stlar, manzilni yana qaytarib o'taman. Asaka City domlarini oxirgi binolarida. Shu binoni podval qismida joylashgan. Pastda opamizning nomerini qoldiramiz. Bu videoda tezda onajonlarimiz, opajonlarimiz, oziyman, vazn tashiyman, vazn to'playman deydigan insonlarga tezda yuborib qo'yasizlar. Sizlar bilan Abdulhamid 232 Asaka.